Assalomu alaykum qadrdonlar. Mana bugun biz Farg'ona viloyati Rishton tumani Qalayno MFYdagi bitta obyektimizga kelganmiz. Lekin hozir mana ustanovkalarini tugatdik, sinovdan o'tkazdik. Xudo xohlasa mana ustakamiz o'zi podrobniy tushuntirib berishadi mana hozir. Assalomu alaykum, bizni kuzatib turganlar. Navbatdagi katta yo'limiz 30 km yo'l. Rishton tumani Qalayno MFYga o'rnatib berdik. Chiroyli ustakamiz montajlarni qilib tayyorlab qo'ygan ekan. Bizga o'tyapti, tushuntirib berib ketyapmiz. Bizni kuzatishda davom etinglar. Like, kommentariya, podpiska bo'lishni unutmanglar. Katalonimiz haqida arzon beramiz. Katalonimiz 4 yildan bo'lgan, izolyatsiyali, issiq o'tkazmaydi, eshiklari izolyatsiya bo'lgan. Patka stilida bo'lgan. O'tni yonishi. Patkalarning orasidan issiqlik o'tib isitadi. Bizning patka turba emas. O'tni yonishi, Vulqon bo'lib ketibdi. ko'mirni yonishi. Qozog'istonda Sheberka degan ko'miri haydasi. Ko'rishlaringiz uchun. Balki o'rtacha 100 kg, 110 kg ko'mir sig'adi. Xudo xohlasa bu obyektimizga kamida 2 sutkadan 5 sutkagacha yonib beradi. Katalonimizda komplektda yana obyektlarimiz, motor reduktori, havo pudildigani, tozalash uchun ketmonchasi, miyasi, stabilizator komplekti hamda 1 yillik garantiya taloni ichida bo'ladi. Hozir ustakamizdan ma'lumot olamiz. Sistemani qilgan santeniga ekanimiz bor. Qadrlanamiz. Like bosishni unutmanglar. Podpiska ham ishlashmang. Rahmat.